Kelinlarim o'qishdan ishdan ortmayapti deb oyijon o'qishdan kelishimizga lag'mon boshlab qo'yibdilar. Kelishim bilan oyijonga qarashib boshladim. Xabaringlar bor, prava olishga imtihonga tayyorlanmoqda. Yana bitta yangiligim, o'zimni kichkina biznesimni boshladim. Har doim bozordan cho'zilib ketmaydigan, qichitmaydigan sifatli losinalar topishga qiynalardim. Shu sabab bo'lib Turkiyadan o'zim birinchi qo'l bo'lib losinalar olib kelib sotyapman. Ayol kishi bitta ishni boshlab, uni yo'lga qo'ymaguncha oilasini podдержкасы juda ham muhim ekan. Oilamdagilarni imtihoningga tayyorlan, tovarlaring syomkasini qilib, sovdiyani qila qol deyishligi men uchun juda ham katta yordam bo'ldi. Ko'pchilik so'rayapti, hozirgi kunda qimmat narsa ko'p ketmaydi, nega qimmat narsa olib kelib sotyapsan deyishyapti. Narxi arzon Xitoy ishlab chiqarish mollarini har qadamda bozorlarda topish mumkin. Lekin Turkiyani sifatiga yarasha narxi belgilangan narsalarni topish hozirgi kunda qiyin. Narxi arzon narsalarni xaridori yetarli bo'lganida, sifatni qadrlovchi mijozlar ham juda ham ko'p. Yaqinlaridan ishonch, qo'llab-quvvatlash olgan ayol o'qishi ham, ishi ham, ro'zg'ori ham, bola-chaqani ham bemalol evloladi. Yaqinlarini yordami, podдержкасisiz ko'tarilayotgan va bola-chaqasini evlayotgan ayollarni juda ham kuchli ayollar deb bilaman va ularni juda ham hurmat qilaman.